42 bob. Qanon zeminidimi ocharchilik bo'lgan edi. Yaqub Misrda ochliq borligini anglab, o'g'illariga: "Sizlar bir-biringlarga qarshi turamsizlar? Nemishqa bir chiqish yo'li topmaysizlar? Anglashimcha, Misrda ochliq bor ekan. Ochliqdan o'lib ketmayli. U yerga berib, biroz ochliq setilib akilinglar", dedi. Buning bilan Yusufning 10 o'gay akisi Misrga ochliq setib olg'ili bordi. Lekin Yaqub Yusufning inisi Benyaminni ular bilan avatmidi. Chunki Yaqub uning biror yomonlikka uchrab qolishidan qo'rqatdi. İsrailning o'g'illari va boshqalar ochliq setib olg'ili Misrga berishdi. Chunki Qonondimi ocharchilik eg'ir bo'lgan edi. Yusuf Misrning bosh vaziri bo'lg'achqa, har qaysi joylardan kelganlarga ochliq setib berishga mas'ul edi. Shunga Yusufning akilari uning oldiga kelib, beshi yerga takishcha uningga egilib ta'zim qildi. Yusuf akilarini ko'ribla tonib qoldi. Lekin to'lmasqa sevilib, ulardan jiddiy qiyofatda: "Sizlar qayerdan keldinglar?" deb so'radi. "Biz Qanondan ochliq setib olg'ili keldik", deb javob berishdi ular. Yusuf akilarini tonigan bo'lsa-mu, lekin ular Yusufni tonimagan edi. U akilari to'g'risidagi kichik vaqtida ko'rgan tushlarini esiga elib, maqsadli holda ularga: "Sizlar josus, mamlakatimizning ojiz yerlarini chorlig'ili keldinglar", dedi. Ular: "Yo'q, janoblari, kaminlari ochliq setib olg'ili keldi. Biz akfuqlar rostchil odamlarmiz. Kaminlari hargiz josus emas", deb javob qaytarishdi. Yusuf ularga: "Yo'q, sizlar mamlakatimizning ojiz yerlarini chorlig'ili keldinglar", deb chingtirib oldi. Ular: "Ey janoblari, kaminlari aslida bir otidan 12 qarindosh edik. Otimiz Qanonda turdi. Eng kichik inimiz uning yanında qoldi. Yana bir inimiz bo'lsa, o'lib ketgan", dedi. Yusuf yana chingtirib: "Yo'q, men hozir aytgandek, sizlar rostli josus. Sizlarning samimiy yoki samimiy emasliginglarni sinash uchun podshohning nomi bilan qasam qilamanki, kichik ininglar bu yerga kelmaguncha sizlarni hargiz qo'yib etmayman. Sizlardan biringlar berib, uni elib kelinglar. Gapinglar isbotlanguncha qolganlaringlar bu yerda zindonda tursizlar. Ininglarni akamsanglar, hammanglar cho'qim josus bo'lib hisoblansizlar", dedi. Shuning bilan ularni zindonga qamab 3 kun tutib turdi. 3-chi kuni Yusuf ularga: "Men Xudoga ixlosman odamman. Agar sizlar mening shartimni qabul qilsanglar, bir qo'shiq qininglardan kechiman. O'zinglarning samimiy odam ekanliginglarni isbotlash uchun bir odaminglarni zindonda go'rga qo'yib, qolganinglar qaytib, olgan ochliqlarni oilanglardagi ocharchilikda qolganlarga yetkazib beringlar. Ondan kichik ininglarni bu yerga ep kelinglar. Shundoq qilgandilar, so'zinglarning rostligi isbotlanadi-da, o'limdan omon qolasizlar", dedi. Ular bu shartni qabul qilib, o'zaro: "Burun biz inimizga ziyonkashlik qilg'ashqa, endi uning qisosiga qoldik. Biz uning azobini ko'rib turib, yolvursimi pisand qilmagan edik. Shunga bu balo qazoga yo'liqdik", deyishdi. Ruben ularga: "Men sizlarga bu bolaga tegmayli desam, sizlar anglamadinglar. Endi shu qon qarzini to'laydigan bo'ldik", dedi. Yusuf ularning so'zini tushundi. Akilari bo'lsa buni bilmaydi. Chunki Yusuf ular bilan tarjimon orqali so'zlashgan edi. Yusuf o'zini chatga ilib, yig'lab tashildi. Ondan qaytib kirib, Shimonni ayirib, ularning oldida uni bog'latdi. Yusuf xizmatchilariga: "Akilaring tag'arlarga oshliq to'ldirib, oshliqqa to'lgan pullarini tag'arlarga silib qo'yishni va ularga yo'lliq oziq-tulik tayyorlab berishni buyurdi." Hamma tayyorlik bitgandan keyin ular olgan oshliqni eshaklarga ortib, yo'lga ravon bo'ldi. Qo'nalg'i joyga borganda,
Ulardan biri eshaklarga yem berish uchun tog'irni ichib, o'z pulining tog'arda turganligini ko'rdi-da, qarindoshlariga: "Ular pulimni qaytarib yetibdi. Mana tog'arning ichida turdi", dedi. Ular hang-tang bo'lib, qo'rqqan holda o'zaro: "Bu Xudoning bizga qilgan nima ishidir?" deyishdi. Ular Qanonga qaytib kelib, otasi Yoqubning oldiga kirib, o'tgan ishlarni bir-birlab so'zlab berdi. Ular mundaq dedi: "Misrning bosh vaziri bizga qattiq gap qilib, bizni ularning dövlətini çargılı kelgan deb aybladi. Biz uningga: "Biz josus emasmiz, biz samimiy odamlar. Bir otidan jami 12 qarindosh edik. Bir inimiz o'lib ketdi. Eng kichik inimiz Qanonda otimizga hamroh bo'lib qoldi" degan edik. Biroq u: "Sizlarning samimiy yoki samimiy emasinglarni sinayman. Bir odaminglarni qamoqda tutib turaman. Qolganlaringlar qaytib, olgan ochliqlarni ocharchiqda qolgan oilanglarga yetkazib beringlar. Ondan kichik ininglarni mening yenimga elib kelinglar. Shundoq qilsanglar, sizlarning josus emas, balki samimiy odam ekaninglarga ishonib, qarindoshlaringlarni qaytarib beraman. Bu yerda turib qelib, o'qar qilsanglarmi bo'ladi", dedi. Keyin ular ochiqlarni to'kkanda, o'z pullarining tog'ada ekanligini ko'rishdi. Oti ballar pul qopchiqlarini ko'rib, intayin qo'rqdi. Yoqub ularga: "Sizlar meni hamma o'g'illarimdan ayirib etamsizlar? Yusuf yo'q bo'ldi. Shimonmi tugashdi. Endi Benyaminni ilib ketmoqchi bo'ldinglarmi? Bala qazoning hammasi mening beshimga kelamdigandu", dedi. Ruben otasiga va'da berib: "Agar men Benyaminni qaytarib kelmasam, mening ikki o'g'limni o'ltirib eting. Kichik inimiz Benyaminni menga omonat qiling. Men uni cho'qim qaytarib kelaman", dedi. Lekin Yoqub ularga: "Bu o'g'lim sizlar bilan bormasin. Uning bir qo'saqdan bo'lgan akisi o'lib ketib, yolg'iz qoldi. Mubodo u yo'lda biror ko'ngilsizga yo'liqib qolsa, men hasrat chekib o'lib ketaman", dedi.